Hech boshingiz og'rigan paytda sizga ham qon bosiming tushganda deb aytishganmi? Qon bosimi tushdi yoki oshdi degani qon tez yoki sekin oqa boshladi deganimi? Qon bosimi qanday kasalliklarga olib kelishi mumkin? Bu darsda davleniya nima sababdan paydo bo'lishi, aslida normal qon bosimi necha ekanligi, eng xavfli qon ketish jarayonlari va umuman tanamizdagi qaynoq qonning sarguzashtlari haqida gaplashamiz. Qon bosimi bu yurakning chap qorinchasi qisqargan va bo'shashgan holatda undan chiqadigan qonning qon tomirlarga bergan zarbasidan hosil bo'ladi. Yuqori bosim yurakning chap qorinchasi qisqargan paytda hosil bo'lsa, quyi bosim esa yurakning chap qorinchasi bo'shashgan paytda hosil bo'ladi. Masalan, 120 ga 80. Bunda 120 bu yuqori bosim, 80 esa quyi bosim hisoblanadi. Odamlarda normal holatda yuqori bosim 110, 120 bo'lsa, quyi bosim esa 70-80 oralig'ida bo'ladi. Ammo bu qiymatlarning ortishi qon bosimining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Bu gipertoniya. Masalan, 140 ga 90. Bu qiymatlarning tushishi esa gipotoniyaga sabab bo'ladi, ya'ni qon bosimining tushishi. Masalan, 80 ga 50. Qon bosimining baland yoki pastligi yurakning qisqarish kuchi va qon tomirlarining tor yoki kengligiga bog'liq va qon bosimi yelka arteriyasidan tonometr yoki sfigmonometr yordamida o'lchanadi. Yurakdan uzoqlashgan sari qon bosimi tushib boradi. Ya'ni qon bosimining tushish ketma-ketligi quyidagicha bo'ladi. Birinchi aorta, keyin arteriya, arteriola, undan keyin kapillyar va kapillyarlar yig'ilib vena qon tomirini hosil qiladi. Vena qon tomirida bosim ozroq ko'tariladi. Demak, umumiy holda eng yuqori bosim bu aortada 120 ga teng va eng quyi bosim esa kapillyarlarda, u yerda bosim 15 bo'ladi. Shu tartibda qonning oqish tezligi ham o'zgaradi. Ya'ni aortada qonning oqish tezligi 40 cm/sekund bo'lsa, arteriyalarda u 40-10 cm/sekund. Arteriolalarga kelib qon oqish tezligi 10-11 cm/sekundga yetadi. Kapillyarlarda esa 0.1 cm/sekund va venalarga o'tganda qonning oqish tezligi biroz oshadi va 0.3-0.5 cm/sekundga yetishi mumkin. Shu joyga kelganda puls haqida ham gaplashib o'tishimiz kerak. Puls bu qon bosimi ta'sirida qon tomirlarining tebranishi natijasida hosil bo'ladi. Puls sonini sanash orqali yurak urishlari sonini ham bilib olish mumkin. Pulsni chakka, bo'yinning yon tomoni va panjaning ichki tomoniga qo'lni qo'yish orqali sanab olish mumkin. Normada puls xuddi yurak urishlar sonidek, ya'ni 70 marta bo'lishi kerak. Ammo ular sonining ortishi yoki pasayishi ham mumkin. Agar yurak urishlar soni normaga nisbatan ortsa, bu taxikardiya deyiladi. Masalan, minutiga 90-100 marta. Agar u normaga nisbatan kamaysa, biz uni bradikardiya deymiz. Masalan, minutiga 50 yoki 40 marta ham bo'lishi mumkin. Qon aylanish sistemasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan yana bir sistema bor. Bu limfa sistemasi. Limfa haqida avval gaplashganmiz. Limfa bu sariq suyuqlik bo'lib, tarkibida limfasit hujayralarni saqlaydi. Limfasit hujayralar esa odamning immun sistemasini ta'minlaydi. Endi biz ular haqida yana ham ko'proq ma'lumot olishni boshlaymiz. Limfa sistemasi organlariga limfa tomirlari, limfa tugunlari, limfa suyuqligi va taloq kiradi. Odamda jami bo'lib 460 ta limfa tuguni mavjud va barcha limfa tomirlarida esa 1-2 litr limfa suyuqligi saqlanadi. Odamda har kuni 1200-1500 ml limfa suyuqligi vena qon tomiriga quyiladi. Endi limfa sistemasi haqida batafsil o'rganamiz. Limfa sistemasi organlarda joylashgan uchi-bek kapillyarlardan boshlanadi. Bu yerda suyuqlik yig'ilib, limfa tomirlarga jo'natiladi. Limfa tomirlarda esa klapanlar mavjud. Klapanlarning vazifasi suyuqlikni pastga tushib ketmasligini ta'minlash. Limfa tomirlaridagi suyuqlik limfa tuguniga yetkaziladi. Limfa tugunida esa mana shu suyuqlik tarkibidagi turli xil infeksiyalar yo'q qilinadi va bundan tashqari limfasit hujayralari hosil qilinib, mana shu suyuqlikni limfa suyuqligiga aylantiriladi. Limfa tugunlari ayniqsa qo'ltiq osti, bo'yin, tirsak va tizza bo'g'imlarida ko'p bo'ladi. Shuningdek, ko'krak va qorin bo'shlig'ida ham limfa tugunlari ko'pligi aniqlangan. Limfa tugunida hosil bo'lgan suyuqlik qon tomirlarga, ya'ni yuqori va pastki kovak venalarga yetkaziladi va bu yerda limfa suyuqligi qon bilan aralashib ketadi. Demak, umumiy holda limfa sistemasi qanday ishlaydi? Demak, kapillyarlarda suyuqlik yig'ilib, limfa tomiriga yetkaziladi. Limfa tomiri limfa tuguniga, limfa tugunidan esa yuqoriga va pastki kovak venalarga limfa suyuqligi yetkaziladi. Endi limfa sistemasining eng oxirgi organi taloq
haqida gaplashamiz. Taloq qorin bo'shlig'ining chap tomoni yuqori qismida yoki chap qovurg'alar yoyi ostida joylashgan. Uning massasi katta odamlarda 140-200 grammni tashkil qiladi. U asosan 3 ta vazifani bajaradi. Birinchisi limfositlar hosil qilish. Limfositlar hosil qilish orqali u immun sistemamizni mustahkamlaydi. Ikkinchisi zaxira qon saqlash, ya'ni qon deposi. Bu vazifasi orqali u turli xil vaziyatlarda, masalan, jarohat paytida, qon ketish bo'lganda va odam tanasida qon yetishmaganda mana shu balansni tiklashga yordam beradi. Uchinchi vazifasi tufayli u yashash muddatini o'tagan qon hujayralari, masalan, eritrosit va leukotitni parchalaydi va qayta qon hosil bo'lishi uchun tegishli organlarga jo'natadi. Darsimiz boshida bir qancha qon tomir kasalliklari haqida gaplashdik. Bular gipertoniya, gipotoniya, taxikardiya va bradikardiya. Bulardan tashqari yana biz 3 ta qon kasalligi haqida gaplashamiz. Ularning birinchisi ateroskleroz, ikkinchisi miokard infarkti va uchinchisi insult. Birinchisi ateroskleroz. Ateroskleroz bu qon tomirlarida yog' va tuzni to'planishi va shuni hisobiga uni torayib, mo'rtlashib qolishi. Ikkinchisi miokard infarkti. Miokard infarkti bu yurakda qon aylanishining buzilishi hisobiga tromb hosil bo'lishi, trombni qon tomirga tiqilishi va yurakning keyingi qismiga qonning o'tmasligi va shuni oqibatda yurakning yemirilish kasalligi hisoblanadi. Bu payt xuddi yurakka xanjar suqqandek og'riq paydo bo'ladi. Ayniqsa ateroskleroz miokard infarktini paydo qiluvchi eng asosiy omillardan hisoblanadi. Chunki bu paytda qon tomirlar mo'rt va tor bo'lib qoladi va tromb hosil bo'lishi oson bo'ladi va miokard infarkti kelib chiqishi yana ham osonlashadi. Va so'nggisi insult. Insult bu bosh miyaga qon quyilishi. Tasavvur qilaylik, bosh miyada qon bosimi oshib ketdi. Kapillyarlardek mayda qon tomirlar bu bosimga bardosh bera olmaydi va natijada qon tomirlar yorilib, qon oqib chiqishi boshlaydi va biz buni bosh miyaga qon quyilishi, insult deymiz. Bu kasallik juda ham xavfli bo'lib, hattoki odamning qo'l oyog'i ishlamay, shol bo'lib qolishi ham mumkin. Albatta bularga qarshi kurashish uchun birinchi bo'lib sog'lom hayot tarzi. Masalan, stressga qarshi kurashish. Stress paytida qon tomirlar torayadi, qon bosimi esa oshadi. Bu esa miokard infarkti va insult xavfini oshiradi. Yana sog'lom ovqatlanish ateroskleroz xavfidan saqlaydi. Chunki ateroskleroz ortiqcha tuz va yog' ta'sirida paydo bo'lish haqida hozir gaplashdik. Va yana eng muhimlaridan biri bu yomon odatlardan voz kechish, ya'ni chekish. Odam bitta sigaret chekkanda uni qon tomiri 30 minut to'ragan holatda bo'lar ekan. Va bundan tashqari chekish qon tomirlarini mo'rtlashtirib qo'yadi. Demak, bularning hammasi uchun yechim yaxshi odatlarni shakllantirish va sog'lom turmush tarziga rioya qilish hisoblanadi. Turli noxush holatlar tufayli odamdan qon ketishi mumkin. Menimcha bu paytda nima qilish kerakligini hamma bilishi kerak. Va shuni aytishim kerakki, odamda 5 litr qon bor deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uni yarmi, ya'ni 2-2,5 litr qon yo'qotgan paytda u nobud bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu paytda birinchi tez yordam ko'rsatish eng muhim amallardan biri hisoblanadi. Ularning birinchisi kapillyardan qon ketish. Kapillyardan qon ketish uncha xavfli emas, chunki kapillyarlarda qon bosimi past bo'ladi. Birinchi yordam sifatida nima qila olamiz? Biz jarohatni yuvib, uni yod yoki boshqa dezinfeksiyalovchi vosita bilan artishimiz va shundan so'ng bint bilan bog'lab qo'yishimiz mumkin. Ikkinchisi venadan qon ketishi. Venadan qon ketishi xavfliroq, chunki unda qon bosimi kapillyarlarga nisbatan balandroq bo'ladi. Shuning uchun ham shunchaki e'tiborsiz qoldiradigan bo'lsak, undan ko'p qon ketib, bu nobud bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu paytda birinchi yordam sifatida qon ketayotgan joyni qattiq siqib bog'laymiz va shifokor huzuriga jo'natishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi arteriyadan qon ketishi. Bu juda ham xavfli, chunki arteriyadan qon ketgan paytda xuddiki favvora singari qon otilib chiqishi boshlaydi. Shuning uchun ham bu paytda birinchi tez yordam ko'rsatish juda ham muhim. Va biz nima qilamiz? Qon ketayotgan joyni yuqori qismini siqib turamiz va qon ketayotgan joyga bint, rezina qo'yib, uni qattiq qilib bog'laymiz. Va mana shu bog'lama 2 soatdan oshiq turmasligi kerak. Chunki agar 2 soatdan ko'p qolib ketadigan bo'lsa, bog'lamani pastki qismiga qon o'tmay qoladi va u joy ko'karib ketishi mumkin. Bu esa juda ham xavfli bo'ladi. To'rtinchisi ichki qon ketish. Bu juda xavfli. Nega deysizmi? Chunki ichki qon ketishni bilish qiyin. Uni belgilari yuzni oqarishi, yurak urishi va nafas olishni sekinlashishi. Biz ko'rsata oladigan birinchi yordam bu muz xalta olamiz va biz taxmin qilayotgan qon ketish zonasiga uni qo'yamiz. Bu qanchadir muddat qon ketishini ozroq kamaytirish mumkin va zudlik bilan shifokor huzuriga jo'natamiz.
Agar bu videoda o'rganganlaringizni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, Ustoz AI dasturini yuklab oling. Dasturda testlarni yechib, mavzuni qanchalik tushunib qolganligingizni bilib olasiz. Hamma video darslarining testlarini yechib chiqadigan bo'lsangiz, sizga kurs sertifikatini beramiz. Kurs Telegram kanalida esa video darslarni qachon chiqishini bilib olishingiz mumkin. Qo'shimcha materiallarni ham tashlab boramiz. Barcha havolalar video ostida.